O'zbekiston azaldan turli xalqlar, millatlar va diniy konfessiyalar vakillari tinch totuv yashagan madaniyatlar va sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lgan diyor hisoblanadi. Bugungi kunda ham yurtimizda millatlararo va dinlararo totuvlik, bag'rikenglik, insonparvarlik, o'zaro hurmat va ehtirom oliy qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Bu nafaqat davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri, balki xalqimizning asriy qadriyatlari, dinimizning ezgu ta'limotlariga asoslanadi. Islom dinining mohiyatida bag'rikenglik, insonparvarlik va boshqa din vakillariga hurmat bilan munosabatda bo'lish tamoyillari mujassamdir. Qur'oni Karimda Alloh taolo insonlarni turli qavm va elat qilib yaratganini shunday bayon etadi. Ey insonlar, biz sizlarni bir erkak, Odam va bir ayol, Havvodan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta Alloh nazdida eng hurmatligingiz taqvodorrog'ingizdir. Albatta Alloh biluvchi va xabardor zotdir. Hujurat surasi 13-oyat. Bu oyat turli millat va elatlarning mavjudligi Allohning irodasi ekanini, ularning maqsadi esa o'zaro tanishish, hamkorlik qilish ekanini anglatadi. Din irq yoki millat emas, balki taqvo, Allohdan qo'rqish va uning amrlariga itoat etish insonning qadrini belgilaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham o'z hayotlari davomida boshqa din vakillariga nisbatan bag'rikenglik, adolat va insonparvarlik namunasini ko'rsatganlar. Madina davrida Yahudiy va Nasroniylar bilan tinch totuv yashash, ularning ibodatxonalariga tegmaslik, ularning huquqlarini himoya qilish bo'yicha ko'plab misollar mavjud. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: kim zimmiyga, islom diyorida yashovchi ahli kitobga zulm qilsa yoki uning haqqini poymol qilsa yoki uning kuchi yetmaydigan ishni yuklasa yoki undan rozi bo'lmay turib biror narsa olsa, qiyomat kuni men uning dushmani bo'laman. Abu Dovud rivoyati. Bu hadis islomning boshqa din vakillariga nisbatan adolatli munosabatda bo'lishga chaqirishini yaqqol ko'rsatadi. Islom axloqshunosligida insonparvarlik va bag'rikenglik tamoyillari muhim o'rin tutadi. Imom Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad kitobida qo'shnichilik, mehmondorchilik, yetim miskinlarga g'amxo'rlik qilish, odamlar o'rtasidagi munosabatlarda adolatga rioya etishga doir ko'plab hadislar va odob axloq namunalari keltirilgan. Bularning barchasi insonning nafaqat o'z dindoshlariga, balki barcha insonlarga yaxshi munosabatda bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Yurtimizda millatlararo va dinlararo bag'rikenglik nafaqat qog'ozda, balki amalda ham namoyon bo'ladi. Mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari, 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar tinch totuv yashab kelmoqda. Ularning o'z ona tili, madaniyati va an'analari, diniy qadriyatlarini asrab-avaylash, rivojlantirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Har bir diniy konfessiyaning o'z ibodatxonalari, diniy ta'lim muassasalari mavjud. Bayramlarda, shodiyonalarda bir-birlarini qutlash, qayg'uda hamdard bo'lish xalqimizning azaliy qadriyatiga aylangan. Mazhablar o'rtasidagi o'zaro hurmat ham bag'rikenglikning muhim tarkibiy qismidir. O'zbekistonda islom dinining Hanafiy mazhabi keng tarqalgan bo'lsa-da, boshqa mazhab vakillariga ham hurmat bilan qaraladi. Chunki dinimiz birdamlikka, ixtiloflardan saqlanishga chaqiradi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: va hammangiz Allohning arqoniga, diniga mahkam yopishing va bo'linib ketmang. Oli Imron surasi 103-oyat. Bu oyat musulmonlarning birdan bo'lishi, turli ixtiloflarga berilmasligi kerakligini anglatadi. Buyuk alloma Abu Nasr Farobiy o'zining Fozil odamlar shahri asarida jamiyatda tinchlik, adolat va totuvlik hukmron bo'lishi uchun turli e'tiqoddagi insonlar o'rtasida o'zaro hurmat va hamkorlik bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Uning fikricha, axloqqa asoslangan jamiyatgina haqiqiy farovonlikka erisha oladi. Xulosa qilib aytganda, yurtimizdagi millatlararo va dinlararo bag'rikenglik, insonparvarlik, o'zaro hurmat va ehtirom bu xalqimizning tarixiy tajribasi, diniy qadriyatlarimizning mahsuli va davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Bu totuvlik yurtimizning barqarorligi, tinchligi va ravnaqining garovidir. Barchamiz bu aziz ne'matni qadrlab, uni asrab-avaylashimiz va
kelajak avlodlarga yetkazishimiz lozim.